Andijon haqida ham tarixiy so'z ayting iltimos debdilar. Andijon Bobur bilan taniladi. Bobur o'sha yoshligida sog'inib katta bo'lgan kunlarini eslab Hindistonga ketganda Andijonim qoldi mening degan. Andijonda jonim qoldi degan ajoyib o'xshatish qilgan ziyoli odam bo'lganda endi u ham. Andijon o'sha hozirgi kunda bizni diyorlarga islomni olib kelgan eng buyuk fotih sarkarlardan bo'lgan Qutayba ibn Muslimni mehmon qilishyapti hozirgi kunda. O'sha kishini muborak jasadi Andijonda. Andijon ilmda, madaniyatda va cho'rtkesarlikda, ochiq yuzlilikda bizni xalqimiz ichida alohida ajralib turadi. Andijonni aholisi ham eng zich aholi hisoblanadi. Ko'payish borasida ham Andijon chempion. Andijonning yigitlari tupursa testosteron tupuradi deydi-yu. Andijon, Shahrixon o'shaning uchun o'sha joydan ko'p qahramonlar, boksyorlar, misol uchun kuchli sportsmenlar chiqyapti. Andijonga salomlar bo'lsin. Undan tashqari qorilari, ahli ilm yetishtirish bo'yicha juda barakatli joy. Andijonda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Andijonda Rahmatulloh Alloma, Andijonda Rahmatulloh domla, ikkita Rahmatulloh Alloma bo'lgan. Bittalari mazhab bo'yicha qattiq mahkam ushlagan Muhammadiy qorakani akalari bo'lgan. Ular ham o'sha joydan chiqqan. Hozirgi muftiy hazratlari Nuriddin hazratlari ham Andijonda. Yana kimlar? Odilxon Eshon bo'lardi, Okifxon aka, Okifxon qorakalar, Sirojiddin qorakalar, Badriddin qorakalar, yana Mubin qorakalar qorlarning markazi bo'lgan. Butun dunyoda masalan hozirgi kunda O'rta Osiyodan chiqqan qorlarni hammasini surishtirib borsangiz, Mubin qorakada o'qigan bo'lib chiqadi. Yo o'zi yo ustozi. Andijon ajoyib diyor. Qadimda katta ulamolar ham shu Andijondan yetishib chiqqan. Xo'p.